20-asr Qirg'iz adabiyotining eng iste'dodli va yirik namoyandalaridan biri Chingiz Aytmatov 1928-yil 12-dekabrda Qirg'izistonning Talas vodiysida Shakar ovulida dunyoga keldi. Uning Oq kema, Jamila, Asrga tatigulik kun, Sarvqomat Dilbarim, Alvido Gulsari kabi asarlari kitobxonlar qalbidan joy olgan. Chingiz Aytmatovning Sarvqomat Dilbarim asari sevgi, sadoqat va insoniylik haqida chuqur falsafiy fikrlar mujassam bo'lgan qissa hisoblanadi. Asar bosh qahramonlari Ilyos va Asal o'rtasidagi murakkab munosabatlar orqali urush davridagi inson hayoti, sevgining ichki ziddiyatlari va fojiali o'tish jarayonlari tasvirlanadi. Ushbu asarda tabiatning go'zalligi, inson qalbining nozik tuyg'ulari va ziddiyatli kechinmalari betakror uslubda tasvirlangan. Chingiz Aytmatov o'ziga xos tasviriy vositalar orqali qahramonlarning ichki dunyosini yorqin va chuqur ochib beradi. Sarvqomat Dilbarim nafaqat sevgi haqida hikoya qiladi, balki insoniy qadriyatlar, fidoyilik va hayotdagi tanlovlarning ahamiyatini ham yoritadi. Bu asar Chingiz Aytmatovning ijodida o'ziga xos o'rin egallagan va o'quvchini insoniylikning eng nozik qirralarini his qilishga undaydi.